Assalomu alaykum. Erkin akam Komilov va biz hozir syomkadamiz. Teşekkür. Syomka ham haligi Tokio degan shaharda. Mana Japonya'da. Yaponiyani Tokio shaharida Tokio Sana 31. etajda. gostinitsani 31-etajida o'tiribmiz. Hozir biza Alamet hareket yapıyor. Tecrübe o yüzden. tezyurar poyezdlar mana bitta yurishibdi. Har xil. Va hozir biza elchi bilan uchrashishga ketyapmiz. Mirmuhsin aka, Ha. Mirmuhsin aka degan inson bizni bu yerdagi Yaponiyadagi elchimiz. Hozir shu odam bilan uchrashgani ketyapmiz. O'zimizcha kiyim olganmiz. Galstuk, palstuk deganday. Erkin ekanman. Как всегда. Xullas, keyingi reportajgacha xayr.